Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun videomizda 2026 yilda bir dona shilaka bo'ldi. Andijonlik ustakalarimiz necha puldan uryapti turganligini ko'rib boramiz. Ustaka olmang. Assalomu alaykum hammaga. Salomatmisizlar? 2026 yilda shilaka bilan urish narxlari necha pulga olgan bo'lsangiz, shu narx 2,5 ming olsangiz 2,5 ming, 3,5 ming olsangiz 3,5 mingdan terib beriladi. Bu narx Bo'ston bo'ylab. Bo'ston bo'ylab, Andijon viloyati Bo'ston tumanida. Hozirda o'rtacha narx 3200 so'm. 3200 so'mdan olib, 3200 so'mdan uryapsizlar, ha? Albatta. Hozir necha metr joyga shilaka bilan uryapsizlar? 62 metr joyi 1450 ta blok ketyapti. Tumbalari o'zidan chiqadi, kesilishlari balgarkada kesiladi. Tumbaningizni ham ko'rsatib qo'yasizmi? Bunday kesiladi mana. Balgarkada kesiladi. Balgarkada kes. Albatta, balgarkada kesgandan tekis chiqadi. Shilaka bo'loyda o'zidan chiqargan ma'qulmi yo tumbani o'zidan qo'yib ketgan ma'qulmi? Tumbani qo'yganda 1 sm ilashadi, yarim santimetr ilashadi. Bunda qo'ysangiz baquvvatroq bo'ladi. Yarimni ushlab qoladi. Hozir o'sha tumbani ham ko'rsatib ketamiz. Mana shilaka bo'loyda o'zidan tumbani chiqarib ketishyapti. Hozir endi boshlangan jarayonni. Hozir bitgan holatlarni ham ko'rsatamiz. Video yoqqan bo'lsa albatta videoga like bosinglar. Shunaqa shilaka bo'lib urdirmoqchi bo'lyapti turgan aka-ukalarimizga videomizni yetib boradi. Mana devorimizni bitgan holati 60 metr joyga 1360 ta shilaka bo'lib ketdi. Tumbalarini shilaka bo'ldi o'zidan chiqarishdi mana ustalarimiz. Bu qatoriga 1 2 3 4 5 7 qator bo'ldi. Bu yerdan bu yog'iga 8 qator urildi. Ustalar mana ishiga baho beraverasizlar. Videoga bitta like bosib qo'yamiz va kerakli insonlarga yetib borish uchun video roligimiz. Mana bu tarafi 8 qator urilgan tarafi. 1 2 3 4 5 6 7 8 qator.